Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Demak, bugun 5-iyun 2024-yil. Bugun seximizdan pena blogimiz qancha yuk ko'tarish haqida qisqacha eksperiment video tayyorlayapmiz. Eslatib o'tamiz, eng sifatli pena bloklar Jizzax viloyat G'allaorol tumanida ishlab chiqarilyapti. Telefon nomerlarimiz 93 613 81 54. Bemalol murojaat qilib cheklanmagan miqdorda olib ketishlaringiz mumkin. Demak, biz pena blogimizga 10 ta 50 kilolik sement qopidan yukladik. 500 kilo yuklamamiz. Pena blokni 4 sm qismiga tushib turibdi. Ya'ni ikki chekasidan 2 sm dan ildirilgan. Holati yaxshi. Burchaklari ezilmagan, yaxshi holatda turibdi. Xotirjam ko'tarib turibdi. 4 sm joy 500 kilo yukni. Demak, bu umumiy blogimiz 60 sm qismiga to'liq yuklama tashiydigan deb hisoblaydigan bo'lsak 7,5 tonna ko'rsatyapti hisob-kitob bo'yicha. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Chunki bir etajli uylarda devorni ko'tarib, krishani yopib, plita yopilgan taqdirda ham 1 tonnadan oshmas ekan eng pastdagi ishga tushayotgan yuklama. 2 etajlarda 2 tonnadan oshmas ekan. Xo'p, tavsiya beraman qurilish qilmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga. Mana yengil material, shum izolyatsiya, termoizolyatsiya, ayniqsa termoizolyatsiya energiya tejamkor. Bundan buyog'iga narxlar ko'tarilyapti, energiya narxi. Qishda issiq qiladi uyingizni, yozda salqin tutadi. Binoning umumiy konstruksiyasi yaxshi holatda va uzoq yil xizmat qiladi. Fundamentga kam nagruska tushadi. Va sizga eng asosiysi uyingizning tan narxini arzon tushirib beradi.